4-chi pokoleniya gaz yuradiganlar uchun bu videomiz. Bu mashinaning benzin asosi Spark'niki ko'ryapsizlarmi? Erib ketgan. 4-chi pokoleniyada gazga o'tganda ham benzin asosi ishlab turadi, benzin rasxod qilib turadi. Razgom olayotganda, mashina kuchanganda benzin asosida avtomatik o'zi ishlatadi. Agar mashinaning bokida yoqilg'i qolmasa, mana erib ketadi shunga o'xshab. Ortiqcha 150 ming 200 ming so'm rasxodga olib keladi bu. Buni oldini olish uchun bitta universal relay kerak xolos. Mana. Xo'p, 30-oyog'ini benzin asosida kelishigulaymiz. 85-oyog'i gazdan olib kelingan kabel mana. Gaz tokini olib kelganmiz, reduktordan shungulanadi. 86-oyog'i minus kulanadi. 87A oyog'i benzin asosida ketishigulanadi. Bitta universal relay montaj qilish kerak. Shunda benzin rasxodni ham oldini oladi. Benzin asoslaringni har alishtirib o'tirmaysizlar.